So, dear colleagues, we start with a joint motion for a resolution by 5 political groups on the human rights situation in Xinjiang. 9 iyun kuni Yevropa Parlamenti Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan zulmini insoniyatga qarshi jinoyat va og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi deb bekitgan. Mazkur qaror Yevropa Parlamentidan zo'r ko'p sonli ovozning qo'llashi bilan ma'qullik to'ndatgan bo'lib, Uyg'urlar uchun tarixiy voqealarning biri bo'lib hisoblandi ekan. Dünya Uyghur Qurultayı bu vaqtdagi bayonotida Yevropa Parlamentining qarorini hozirgacha Yevropa Parlamentida Uyg'urlar masalasida qabul qilingan eng keskin va eng kuchli qarorlarning biri deb baholagan. Dünya Uyghur Qurultayı bayonotida mundaq degan: Dünya Uyghur Qurultayı bugungi Yevropa Parlamentida Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqiga qaratayotgan sistemalik zulmining insoniyatga qarshi turish jinoyati va og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi ekanligini e'tirof qiladigan qarorning mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullanganligini qarshi oladi. Yevropa İttifaqı va uning a'zo davlatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga asosan barliq zarur tadbirlarni qo'llanib, vahshiylikni tugatishga chaqirilgan bu qaror Uyg'ur xalqiga adolat elib kelishga chaqirilgan tarixiy murojaatnoma bu hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan zulmi insoniyatga qarshi jinoyat va og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi deb qabul qilingan bu qarorda Yevropa Ittifoqi va uning a'zo davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi majburiyatlarni ado qilish ham shundaqla Xitoyning bu jinoyatda rol o'ynagan Chinchuango, Jaukeji qatorliq amaldorlarni jazolash qatorliq moddalar o'rnagan. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqin Aysa bayonotida yaqinda oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlarining Yevropa Parlamentining Uyg'ur elidagi vaziyatning ta'xirsizligi va unumli harakatning zarurligini his qilish uchun intayin muhim uyg'onish chaqirig'i bo'lganligini bayonlashtirgan va Yevropa Ittifoqi va uning a'zo davlatlar hamda qarordagi bu chaqiriqlarga amal qilishi va butun kuchi bilan hukumatlar va tashkilotlar bilan hamkorlashib, Uyg'urlar qartilgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish kerak degan. Dünya Uyghur Qurultayı mazkur bayonoti yana qarorning qabul qilinishida kuch chiqargan barliq parlament a'zolariga rahmat aytib, ularning Uyg'urlarning kishilik huquq va erkinligini qo'g'dash irodasiga opirin o'qigan. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar, Sharqiy Turkistonlik vatandaşlar. Bugün mübarek olsun, hammamizga mübarek olsun. Bugün tarixiy bir gün. Uyg'ur milliy mücadelesideki biz tabriklaydigan bir gün. Elbette mübarek olsun deyishga to'g'ri kelmaydi, chunki Sharqiy Turkistonda Uyg'ur xalqimizga, millatimizga irqiy qirg'inchilik yurgiziladi, ammo bu qirg'inchilikni bugun dunyo tarafidan yana bir qatam e'tirof qilingan kun 27 davlatdan kelgan 700 dan ortiq parlament a'zosi bugun Yevropa parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat degan bu qarorni qabul qildi. Bu munosabat bilan biz bütün xalqimizni tabriklaymiz. Bunun için kecha kunduz xizmat qilgan nurg'unlagan parlament a'zolari va Uyg'ur do'stlar va bu qarorning chiqishi Uyg'urlarning yolg'iz emasligi, yetim emasligi, bugun Uyg'urlarning ovozi bütün dunyoga anglatganligi, Uyg'urlarni qo'llaydigan siyosatchilar, parlament a'zolari va güzel insanların Uyg'urlar bilan bir safda ekanligini barak bu tarixiy bir kun. Shuningga bu Yevropa parlamentidan hozir bu qaror o'tdi. Shuning bilan birga yana majburiy emgakni Yevropada cheklash qonunini bil o'tdi. Shuning uchun bu tarixiy bir kunni birga xotirlashimiz kerak. Hammamizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.